Qaytyapmiz. Tanjaningiz sog' bo'lsin. Yaxshimi ko'ngilda o'tdimi 5 kunimiz? Zo'r, yaxshi. Ne ko'ngil to'g'rimi? To'g'ri. Uchar davom ettiramiz. Ko'p ayniqsa. Endi bir yari sayiljon ishlaydi. Ha, bu yerda Xudo xolisa. Nima holat? Yaxshimi? Nafasingni 100 dan tepada turibdi. Ha? 3-kun chiqamiz, 2-kun chiqamiz, menimcha yaxshi bo'lib tushmadi. Bu zo'r aka burasi. Xuddi mashina ushlab qolsangiz bo'ldi. Mana shu astmatik bemorlarda ikkita yo'l bor. Birinchisi, haligi ingalyatorda doimiy sachib yurish, ikkinchisi bu mashg'ulotda doimiy qilib yurish. Men o'ylayman ikkinchi variant ma'qulroq bo'ladi. Kelganda mana ishlatmadik-a? 5 kun bo'lsa 5 kundan ishlatmaymiz. Bu hakim zajarlar davosida Hipilus yana bitta narsa 15 kundan qayta ko'rib. 15 kun vaqt kelaman. Bitta kelasiz o'zingiz. Bitta ko'raman, tekshiraman, gaplashamiz, yana ketadi. Har 15 kunda sizni 3 marta ko'raman. Xudo xolisa. 60 kun ichida. Esdan chiqib qolmaydi bu narsa. Va buni sayiljon o'zi nazorat qilib o'zi saylab turadi sizga. Telefonda bog'langandan keyin bu kuni qabul qilasiz. Bir kun, 2 kun kelishingiz bo'lishi mumkin. Vaqtingizga qarab kelsangiz bo'ladi. Xolisa, endi bizlarga uzoqdan kelamiz, yo'l mana o'g'lim shok mashinalar bor. O'zim bilmayman men ishni. Shunda endi biz bu qaytadi yaqinda mana dekabr sizlarsiz. Birinchisi Bo'lsa o'ylaymiz kelarkanmiz. 15-yilda o'tarkanmiz. Albatta. Xolisa. Yana mana tabletga shu kuniga ertalab kechqurun bitta donadan. Bitta donada immunitet ko'tarib qonni ko'paytiruvchilarda bittadan 2 mahal ish turasiz. Bu 30 kun yetadi sizga. 30 kun tugagandan keyin siz bilan yana qayta ko'rishamiz-ku. Shunda ikkinchi kursni tashkillashtirasiz. Shunda 60 kunga cho'ziladi bu narsa. Uchida bir tabletkada bilasizmi? U prosa namligini nima qilmaslik uchun xolos turadi. Bu narsani ichib olmang, tashlab olamiz. O'sha yo'llarni kelmoqda. Yo'q, buni tashlab olamiz. Bu ashaddiy kapsula narxlarni narsani topish uchun. Keyin mana bu boyaga olgan analizingizni maqolada qilib ko'raman. Analiz xudo xolisa chiqadi, 2 kunda chiqadi inshaalloh. Ilk tahlilni Telegram orqali bog'langanda sizga yo'naltiramiz bu narsani xudo xolisa. Hozircha shu hech qanaqa nimamiz yo'q. Bizdan sizlar rozi bo'ling deb. Xudo xolisa rozimiz albatta. Xudo xolisa.